Gaplarim esingdan chiqmasin. Ko'chaga chiqmay uyda o'tir. Xo'p bo'ladi. Opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Dadamning masalari yo'q. Tez borib xabar olmasangiz bo'lmaydi. Voy, ukajon, kecha ko'chaga chiqa olmayman. Poching ko'chaga chiqishga ruxsat berishmagan. Dadamga Xudo shifo bersin. Ey Allohim, yaratgan ekan. Dadamga o'zing shifo bergin. Opa, dadamning ahvoli juda ham og'irlashdi. Tinmasdan siz so'rayapti. Bir marta bo'lsa ham borib ko'ring, iltimos. Ukajon, tushungin axir. Poching ruxsat berishmagan ko'chaga chiqishga. Xudodan qo'rqaman. Qanaqa vijdonsiz farzandsiz? Opa, dadamni berib qo'ydik. Bugun so'nggi manzillariga jo'natamiz. Hech bo'lmasa bugun borarsiz. Xotin, men safarga ketyapman. Sen ko'chaga chiqmasdan uyda o'tirgan. Xotin, men keldim. Voy, dadasi. Keldingizmi? Yaxshi bo'lmabdi-da xotin. Bekor qilsam bormasdan. Dadam menga eringni chizgan chizig'idan chiqmadi, tarbiya berishgan. Mayli xotin, kirib ozgina damini ol, ertaga borib kelamiz. Dada, siz o'lmaganmidingiz? Qizim, eringga bu qilgan ishing uchun Alloh bizni oilaviy jannatga kirgizdirdi. Men sendan roziman qizim.